Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Smart emas televizorlar uchun shunday smart boxlar bor. Buni ko'pchilik bilsa kerak. Bilmaydiganlar uchun smart emas televizorlar bo'ladigan bo'lsa, shunday smart boxlardan sotib oladigan bo'lsangiz, televizoringiz smart bo'ladi. Bemalol YouTube va IPTV xizmatlarini bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Shunday smart boxlar kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. Kanalimiz obunachilari biza yana el xizmatindamiz. Xudo xolasa bugungi xizmatimiz ham o'zbek antenna sozlash. Xudo xolasa ikki antennani sozlab, klientni rozi etib ketamiz. Ko'rib turganlaringizdek, atmosferani har safar ko'rsataman. Atmosferaga gap yo'q. Shu atmosfera uchun ham like bosib ketishni unutmanglar. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Videomizni oxirigacha ko'rib boring. Shunday xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon uraverasizlar. Ekranda telefon nomeri qoldiraman. Hazarasi bitmay bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Hech qanday antennalarsiz dunyo telekanallarini ko'rishni xohlaysizmi? Unda hoziroq biz bilan bog'laning. Dunyo telekanallarini ochib beramiz. Faqat sizning televizoringiz smart televizor bo'lishi kerak va uyingizda Wi-Fi albatta bo'lishi kerak. Bemalol ekranda nomer qoldiraman, telefon urishingiz mumkin. Dunyo telekanallarini ochib beraman. Barcha sport telekanallari mavjud, O'zbekiston telekanallari, undan tashqari boshqa davlat telekanallari ham mavjud. Bemalol aytaverasizlar. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Yaqinlar ko'rib turganlaringizdek biza el xizmatindamiz. Shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. Bugun vizitlarimiz ko'p, xudo xolasa hammasini uspet etamiz. Geç bo'lsa ham hammasini borib, xudo xolasa ko'ngillarni xushlab, klientlar rozi etib ishlarni bitirib qaytamiz. Bu klientimiz ham ishi bitageldi, xudo xolasa yana geç ham tushib ketdi, lekin biza to'xtammiz. Hali yana boradigan yerlarimiz bor, ko'rib tomosha etib boraverasizlar. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysangiz dumam yaxshi. Biza chiqargan videolar eng birinchilardan bo'lib sizga yetib boradi. Xudo xolasa dapani bitirib klient uyiga girdik. Hozir xudo xolasa signallarni ko'rib, kanallarni nastroyka etib, hammasini joy-joyiga qo'yib, klientni rozi etib, keyingi manzilga ketamiz. Yaqinlar xudo xolasa biz keyingi manzilga keldik. Beram xudo xolasa 5 dona o'zbek antennasini ham sozlab, xudo xolasa klientni rozi etib, kanallarni nastroyka etib, hammasini taxlab, ko'ngillarni etib, rozi etib, klientga keyin ketamiz. Yaqinlar imkon qadar qisqa video olib turibman. Xudo xolasa bu ishimizni ham bitirdik. Endi ichona kirib, xudo xolasa kabellarni tekshirib, nastroyka etib, taxlab berib ketamiz. Ko'rib turganlaringizdek muammo hal bo'ldi, klient ham rozi. Xudo xolasa endi arkayin uyga ketsak ham bo'ladi. Bir signal ham ko'rsatib bering sizlarga yaqinlar. Ana signal 100% kelib turibdi.